Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qatımlıq haftalik istiqlal xəbərləri proqramımıza gəlgənlərni qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. İstanbul'da yetleşiş faaliyeti ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti her yılı 2 heytni davamlaştırıp kelavatqan heytni təbrikləş ve kollektiv heytleşiş faaliyeti 18. oktyabr Qurban heytinin 4. günü düştüğün keyin İstanbul'da ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti'nin uğurlaştırışı bilen Qurban heytni təbrikləş ve kollektiv heytleşiş faaliyeti 18. oktyabr günü düştüğün keyin İstanbul Zeytinburnu rayonu Xalq Hükümeti'nin zalida ötküzüldü. Yığınğa cemiyet muavin reisi Musacan Er riyasetçilik kıldı. Başta Kur'an-ı Kerim tilaveti, bayramlık tebrik sözleri bilen başlanğan heyt murasimida İstanbul'da yaşayatkan cemaat çoğunlarından Muhammed İsa Hacım, Sutuqboraxan İlim ve Medeniyet Vakfı, Şərq Türkistan Vakfı, Şərq Türkistan Yaşlar Cemiyeti, Şərq Türkistan Mihir Şefkat ve Həmkarlıq Cemiyeti qatarlıq cemiyetlerinin məsulleri ayrım söz kıldı. Keyin Kanadadan kelgan dini alim İbrahim Qarining tafsir vaziri qatnaşquchilarning ma'naviyatiga yangi ma'naviyat qo'shdi. Jamiyatning Qur'on kurslarida o'qigan o'quvchilar tomonidan tayyorlangan Qur'on o'qish, she'r deklamasiya qilish programmalari vatanda 9 yoshida qarilikni tamomlagan kichik Hamza qarindashimizning mo'ngluq tilovatlari, shundaqla ba'zi qarindoshlarning Qurban hitiga atab o'qigan she'r va nasrlari Şərq Türkistanlik muhojirat ahlining vatanga bo'lgan sig'inish ve vapa tuyg'usini ulg'aytdi. Oxirida jamoat arbobi Abduqodir Yapchan akamizning so'zi va duosi bilan oxirlashgan programma yetliq tayyorlangan ziyofat bilan oxirlashdi. İstanbulning har qaysi joylaridan kelib qatnashgan nurg'un qarindoshlar, shundaqla Yevropa davlatlaridan tuqqan yo'qlash, heyt o'tkazish uchun kelgan qarindoshlar inoq va qarindoshlarcha o'tkazilgan bu heyt murosimidan intayin memnun bo'lganliklarini bildirishib, pat yaqinda ona vatanimiz Şərq Türkistan'da birlikte heyt o'tkazish uchun ulug' Allohdan duo qilib so'rashdi. İnne dîne indallâhil İslam diyen ayetlerin ahirini okuşunu kıladım. İnne dîne indallâhil İslam ve mahtelefellezîne utul kitâbe illâ min ba'di mâ câ'athumul beyinâtu bagyan beynehum. فإن جاءوك فقل الله أعلم بما تعلمون. BDT Kişilik Hukuk Organi Xitoyning kişilik hukuk ahvoli qarata ikkinchi qatim tekshirish olib bordi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Xavfsizlik Kengashi Kişilik hukukni tekshirish xizmat guruhi Janvada 17-ci navbatlik yig'inini ochib, Xitoyning kişilik hukuk ahvoliga qarata ikkinchi qatim tekshirish olib bordi. 22 oktyabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Xavfsizlik Kengashi davlatlarning farqli kişilik hukukini tekshirish xizmat guruhi Janvadagi Vango sarayda 17-ci navbatlik yig'inni ochib, Xitoyning kişilik hukuk ahvoliga qarata ikkinchi qatim tekshirish olib bordi. Yig'inda Xitoy, Saudiya Arabiston, Senegal qatorliq 15 davlatning kişilik hukuk ahvoliga qarab chiqilgan bo'lib, egilinishda davlatlarning farqli kişilik hukukini tekshirish mexanizmining qoida tuzumlarini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Kengashi 2007-yili 6-oyda tuzib chiqqan. Tashkilot qarorlik tekshirish orqali barliq davlatlarning kişilik hukuk majburiyatini ado qilish ahvolini ko'rsatdi. Mayli taraqqiy qilayotgan davlatlar bo'lsin va yoki taraqqiy qilgan davlatlar bo'lsin, har 4,5 yilda bir qatim kişilik hukuk ahvoli umumyuzlik tekshirildi. Xitoy xalqaroning besimi bilan 2009-yili tunji navbatlik tekshirishni qabul qilgan. Kişilik hukukni ko'zatish tashkiloti Kişilik hukuk kengashiga yo'llagan dokumentda tövəndəki 5 məsələni alohida o'ttirib qo'ygan. Birinci, Xitoy doiralarining kişilik hukuk qo'g'dug'uchilariga besim, tahdid ishiltishi va qonunsiz qo'lga elish, avara qilish va hatto qiynash harakati. Ikkinchi, Xitoyning adliya sistemasida qiynash vositasining birdek qo'llanilishi. Uchinchi, axborotga cheklama qo'yish va uni kontrol qilish. To'rtinchi, majburiy g'oyib qilib etish yoki qonunsiz qo'lga elish
va emgak bilan o'zgartish tuzumining qonunlashtirilishi. 5. Uyg'ur va Tibet rayonlarida keng davom qilayotgan kishilik huquq tafsandichiligi. Xitoyning kishilik huquq xotirasiga qarab chiqish yig'inida jami 138 davlatning vakillari qatnashib so'z qildi. Yig'inga Xitoy hukumatı tashqi ishlarga mas'ul ministri Wu Hailun boshchiligidagi 40 dan ortiq vakilni avatgan bo'lib, ular yig'inda har qaysi davlatlardan tushgan fikrlarga qarshi Xitoy hukumatining ijrolarini aqladi. Mazkur yig'inda oldi bilan Xitoy vakil Wu Hailun Xitoyning kishilik huquq ustida elib borgan xizmatlari ustida doklad berib o'tdi. U so'zda Xitoyning iqtisodiy va siyosiy jihatlardagi taraqqiyotni ilgari surayotganligi, nurg'un davlatda kishilik huquqning kafolatiga ega qilinishda ilgirlashlarning borligi kelganligini, ammo Xitoyning taraqqiy qilayotgan cho'ng davlat bo'lishi 1,5 milliardga yaqin nüfusga va 56 millatga ega bo'lishidek murakkab sabablar tufaylidan yana nurg'un kamchiliklarning borligini, biroq Xitoy hukumatining bu jihatdagi xizmatlarini davomli kuchaytirayotganligini bildirdi. Xitoyning bayonlaridan keyin so'z qilgan ko'pincha davlatlar Xitoyning bayonlarining yolg'on ekanligini, Xitoyning 2009-yildagi tunji navbatlik Xitoy kishilik huquq vaziyatiga qarab chiqish yig'inidan keyin kishilik huquq xotirasini yaxshilash uchun qo'lga chiqqudek ilgirlash hosil qilolmaganligini bildirdi. Ular Xitoy doiralarining Xitoyda kishilik huquqni qo'g'daydigan mustaqil organlarning qurilishi uchun hech qanday harakat qilmaganligi va xalqaro kishilik huquq organlari bilanmi hech qanday hamkorlik o'rnatmaganligi. Xitoy doiralari garchi qo'lga ilinganlarning tutib turilishiga oid bir qonun turg'izgan bo'lsa-mu, ammo u qonunning amillashmayotganligi, yana yuzlarcha hatto minglarcha kishining qonunsiz holda g'ayri rasmiy o'rinlarda tutib turilayotganligini, shuningdek qiyin qistoqqa elinayotganligini bildirdi. Yana bir tarafdan xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyda fuqarolarning fikr erkinligi, yig'ilish, tashkillanish erkinligi va axborot uchur erkinligining texmo dafsanda qilinishi va osonlik millatlarning diniy ham madaniy huquqlarining kafolatiga ega qilinmayotganligini ta'kidlagan. Ular bu temada maxsus holda Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullarning nomlarini eskartib o'tgan. Yig'inda Uyg'urlarning nomi Amerika, Kanada, Angliya, Fransiya, Chex Jumhuriyati, Yaponiya qatorliq davlatlar tomonidan bevosita tilga ilindi. Yig'inda Amerika boshchiligidagi g'arb allari va boshqa demokratik allar birdek Xitoy hukumatining kishilik huquq tafsandichiligini qattiq tanqid qildi. Ammo Xitoyning sherik davlatlari va bir qism diktator davlatlarning vakillari bo'lsa, Xitoy doiralarining ijrolarini madhiyaladi. Bu davlatlar Pokiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston, Kuba, Rossiya, Kongo, Chili qatorliqlardan iborat bo'ldi. Yig'indan keyin kishilik huquq organlari vakillari o'zlarining Twitter'dagi bayonlari va axborot organlariga qilgan bayonlari orqali bu davlatlarni tanqid qildi. Janvada turishliq BDT'ni kuzatish tashkilotining direktori axborotga e'lon qilgan bayonotida oldingi kuni o'tkazilgan Saudiya Arabistonning kishilik huquq xotirasiga qarab chiqish yig'inida Xitoyning Saudiya Arabistonni qo'g'diganligini, bugunlikda Saudiya Arabistonning bu yaxshilikqa javoban Xitoy hukumatini qo'g'diganligini naql qilib turib, bu davlatlarni o'z aybini yushirish uchun o'zaro til biriktirib olganligini, buning to'limi ichinishlik ahvolligini bildirdi. U Xitoy hukumati vakillari yig'inda o'qib o'tgan dokladning butunlay yolg'onligini bildirib, bu butunlay bir yolg'onchilik. Haqiqat bo'lsa, Xitoy hukumati bir Nobel mukofoti sohibi bo'lgan Liu Xiaoboni turmada tutib turmoqda. 1,5 milliardga yaqin nüfusning yig'ilish, fikr qilish va diniy erkinlikdan iborat eng asosiy huquqini inkor qilmoqda. Uyg'urlar va Tibetlar shundaqla boshqa osonliq millatlarni bostirmoqda dedi. BDT'ni kuzatish tashkilotining direktori yana Xitoy hukumatining bu navbat kishilik huquq kengashining doimiy hay'at davlatlardan bo'lib saylanish ehtimolligini tanqid qilib, Xitoy hukumatini dunyo kishilik huquq vaziyatini baholaydigan davlat qilib qo'yish xuddi tulkini to'xuga qartib qo'ygandek ish dedi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sophie Richardson Twitter torida e'lon qilgan bahosida Xitoyda hech qanday bir kanalning 22-da kishilik huquq kengashidagi yig'inni tarqatmaganligini eskartib o'tdi va shundaqla Xitoy doiralari vakillarining turmadagi Nobel sohibi Liu Xiaoboning masalasini tilga ilib qo'ymaganligini nomus qilarlik bir ish deb aybladi. NATO'ning Afg'onistonda turishlik muddati uzartildi. Birlashgan Davlatlar Bexatarlik Kengashi Afg'oniston bexatarligining texnicha ojiz ekanligi bahonasi bilan NATO qismlarining xizmat muddatini yana bir qatim uzartdi. Birlashgan Davlatlar Bexatarlik Kengashi Afg'oniston bexatarligining texnicha ojiz ekanligi bahonasi bilan NATO kuchlarining xizmat muddatini oxirgi qatim yana uzartdi. Kengash tarafidan ovoz bilan e'lingan qarorda Afg'onistondagi vaziyatning texnicha xalqaro bexatarligi
va tinchligiga tahdid bo'layotganligi va xalqaro kuchning xizmat muddatining Afg'oniston bexatarlik qismiga o'tkazilib berilishdan ilgari oxirgi qitim 2014-yili 31 dekabrgacha uzartilganligi bildirildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchning soni oxirgi 2 yilda xeyli cho'ng miqdorda azaytirilgan bo'lib, 1-avgustgacha 130 mingdan 87.200 ga tushgan. 87.200 askarning 60 mingi Amerika askarlari ekan. Misrda shahid heyti namoyishi o'tkazildi. Askariy inqilobga qarshi turg'uvchi 10 minglagan xalq Qurbon hayitining 3-kuni Misrning har qaysi shahar viloyatlarida namoyish olib berib, askariy inqilobga bo'lgan noroziliklarni bildirdi. Misrda askariy inqilobga qarshi turg'uvchi kuchlar Qurbon hayitining 3-kuni Misrning har qaysi shahar viloyatlarida namoyish olib berib, askariy inqilobga bo'lgan noroziliklarni bildirdi. Bani Suvaybda olib berilgan namoyishda shahidlar heyti lozungisi ostida tashkillangan namoyishchilar harbiy diktatorligi huquqdan tushsin degan shiorlarni to'ladi va gunohsiz insonlarning o'ldirilishiga bo'lgan qattiq noroziliklarni bildirdi. Heytingizga muborak bo'lsin, ey Mursi, ey shahid, qiningni hargizmi unutmaymiz, haqqi bo'ysunimiz, harbiy hokimiyatga bosh egmaymiz shiorlarini to'lgan namoyishchilar Abdul Fattah Sisi va Muhammad Ibrohimlarga qarshi shior to'ladi. Dimyat viloyatida olib berilgan namoyishda motosikletlik namoyishchilar sepi tashkillagan xalq Rabia ishorati bilan birga harbiy inqilobga qarshi shiorlar to'ladi. Manufaniya viloyatida namoyish olib borganlar bo'lsa, Mursining qayta vazifasiga o'ltirishini talab qildi va harbiy inqilobchilarga qarshi shiorlar to'ladi. Buningdan boshqa Fayum viloyatida ham namoyishga nurg'un kishi qatnashdi. Namoyishchilar ularga qarshi kuchlar bilan o'rtasida to'qinish yuz berib qolishning oldini olish uchun tadbirli holda namoyishlarni tinch oxirlashtirishga tirishdi. Ba'zi yerlarda qisqa vaqtlik to'qinish yuz bergan bo'lsa-mu, eng tez holda besiqtirildi. Afg'oniston harbiy qo'mondoni askarlarini ta'tilga qo'yib berib, qurollari bilan Talibanga qaytildi. Afg'oniston alohida qismidagi bir nafar qo'mondon Afg'oniston armiyasidan ayrilib chiqib, yuqori texnikalik harbiy asliha va qurollar bilan Taliban harakatiga tava qurolliq jamoatga qaytildi. Afg'oniston alohida qismidagi bir nafar qo'mondon Afg'oniston armiyasidan ayrilib chiqdi va yuqori texnikalik harbiy asliha va qurollar besilgan Hamfi markalik cho'ng mashina bilan Taliban harakatiga qasamdosh bo'lgan qurolliq jamoatga qaytildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Konar rayoni poytaxti Asad-Obodda 20 nafar askari bor bo'lgan Munassib Xon Qurbon hayit ta'tili jarayonida Afg'oniston armiyasi alohida qismidan ayrilib, Islom partiyasi tashkilotiga qaytilgan tunji qo'mondon hisoblanadi ekan. Konar hokimi Shujal Malak Jalolaning deyishicha, Munassib Xon o'zining ba'zi askarlarini ta'tilga qo'yib bergan. Yana ba'zilarga shahar yo'llarini ko'rib kelish uchun pul bergan. Keyin 30 parchaga yaqin qurol, kechida ko'rsatish asboblari, yaqin ko'rsatish durbullari va Hamfi mashinasi bilan qochib ketgan. Yana bir tarafdan Islom partiyasi so'zchisi Zubayr Siddiqining ta'kidlashicha, Munassib Xon yuqori texnikalik asbob va 15 ga yaqin qurol yaroq bilan Islom partiyasiga qaytilgan. Xabarda ilgari surilishicha, navbatda Afg'oniston amonlik saqlash qismlari rayonda mazkur qo'mondonni izlashga boshlagan va qabila oqsoqollariga yordam qildiganligi haqida va'da bergan. Konar hokimi Jalola mundaq dedi: "Shu rayondagi qabila oqsoqollarining nufuzidan foydalanib, barliq harbiy aslihalarni qaytarilish uchun qo'limizdan kelishtirishimiz. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti rahbarligidagi kuchlar Afg'on askarlari bilan elib boradigan hujumlarga munosabatli muomillarda qattiq qiyinchilikqa duch kelmoqda." Berunay hukumati islom qonuniy hukmlarini tatbiqlaydiganligini e'lon qildi. Berunay hukumati sultoni Hasan al-Balqi davlatining 6 oy ichida tadrijiy islom qonuniy hukmlarini tatbiqlashni qaror qilganligini e'lon qildi. Berunay hukumati sultoni Hasan al-Balqi davlatining 6 oy ichida tadrijiy islom qonuniy hukmlarini tatbiqlashni qaror qilganligini e'lon qildi. 6 oy ichida tadrijiy islom shariati hukmlarini ijro qilishni qaror qilganligini e'lon qilgan Berunay sultoni Hasan al-Balqi 23 oktyabr chorshanba kunidagi rasmiy nutqida yangi jinoiy ishlar qonunining islom shariati hukmlariga qarta bo'lganligini ilgari surib, bu nefit boyligi mo'l bo'lgan kichik Berunay orali sultonligidagi tarixiy kattalikning bir qismidir dedi. Berunay sultonligidagi yangi qonunda o'g'rining qo'lini kesish, zinoxo'rni rajm qilish va haroqkashga darra urish qatorliq islom shariati ahkomlari o'ttirg'i qo'yilgan. Berunay sultonligidagi shariat mahkamasining oilaviy majrolarni hal qilishda mutaxassis ekanligi hammaga ma'lumdir. Berunay sultonligi nufusining 3 dan 2 qismini musulmonlar,
qolgan bir qismini buddist, xristian va boshqa diyonat aqidalar egallaydi. Code is a special guidance from Allah. Alhamdulillah, dalam sejarahnya Brunei Darussalam selaku bumi bertuah ini tidaklah pernah meminta kebenaran dari sesiapa untuk memilih Islam sebagai agama resmi negara. Demikian juga kita tidak meminta dari mana-mana pihak. Davud o'g'li Suriya masalasi to'g'riliq Londonda ochilgan xalqaroliq yig'inga qatnashdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu 21 oktyabr dushanba kuni Suriya krizisi to'g'riliq ministrlar saviyalik xalqaroliq yig'inga qatnashish uchun Angliya poytaxti Londonga yetib bordi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu 21 oktyabr dushanba kuni Suriya krizisi to'g'riliq ministrlar saviyalik xalqaroliq yig'in qatnashish uchun Angliya poytaxti Londonga yetib bordi. Xabarlarga qaraganda Davutoğlu Yevropa va Arab davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inida suhbat elib berib, ikki taraflama rayonlik va xalqaroliq bir qator masalalar haqida fikr almashtirdi va Suriya krizisi to'g'riliqmi suhbat elib bordi. Turkiya tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan bayonotga qaraganda Amerika Qo'shma Shtati, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Qatar, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston va Iordaniya qatorliq davlatlarning yuqori darajalik amaldorlari bu yig'inga qatnashgan. Shuningga o'xshash Suriya xalqi tamsilchisi hisoblanadigan Suriya Milliy birlashmasining rahbarlari bu yig'inning ba'zi faoliyatlariga ishtirok qilgan. Yig'in ishtirokchilarining 3 yildan beri davomlashib kelayotgan Suriya masalalari haqida Suriya xalqining talabini qondirish va Suriyadagi ichki to'qinishni bartaraf qilish uchun suhbat elib borganligi ilgari surildi. Kürt İşçiler Partisi Türkiye'de qayta urush qo'zg'ash bilan tahdid salmoqda. Kürt İşçiler Partisining siyosiy qanot rahbari o'zining tog'liq panagahida turib, Anqara yaqinda tinchlik harakatlarini amalga oshirishga boshlamasa, Kürt qurolliq unsurlarining Shimoliy Iroq orqali yangidan Turkiyaga kelishga hozir ekanligini bildirib, tahdid soldi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, Kürt İşçiler Partisining siyosiy qanot rahbari o'zining tog'liq panagahida turib, mundaq degan: Kürt qurolliq kishilari Shimoliy Iroq orqali yangidan Turkiyaga kelishga hozirdir. Agar Anqara yaqinda tinchlik harakatlarini amalga oshirishga boshlamasa, yangidan to'qinish boshlandi. Kürt İşçiler Partisi a'zolaridan bo'lgan Jamil Bayk Turkiyani Suriyadagi qarshi kuchlarni qo'llash orqali Suriyadagi Kürt vakolatlariga hujum qildi deb aybladi va Kürtlarning qaytirma hujum qilish haqqi borligiga ishorat qildi. Yana bir tarafdan Anqara Suriyadagi har qanday bir qo'zg'olonchi guruhni Kürtlarga qarshi qo'llab yordam qilganligini qattiq rad qildi. Pakistan Amerikadan uçquchsiz aeroplan bombardimonini to'xtatishni talab qildi. Pakistan Bosh ministri Nawaz Sharif 22 oktyabr seshanba kuni Amerikadan uçquchsiz aeroplan bombardimonlarini to'xtatishni talab qildi. Pakistan Bosh ministri Nawaz Sharif 22 oktyabr seshanba kuni Amerikalik ikki mehmonni uçquchsiz aeroplan bombardimonini to'xtatishga targ'ib qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Amerika Qo'shma Shtati bilan Oqsaroyni uçquchsiz aeroplan bombardimoniga munosabatlik belgilama qo'yishga da'vat qildi. Washingtondagi yig'inda so'z qilgan Nawaz Sharif Barack Obama bilan ko'rishgan oqshimi mundaq dedi: Uçquchsiz aeroplan orqali hujum qilish masalasi ikki davlat o'rtasidagi munosabatga cho'ng to'salg'ularni paydo qildi. Amerika Tinchlik institutida so'z qilgan Nawaz Sharif mundaq dedi: Uçquchsiz aeroplan bilan hujum qilishning to'xtatilishining intayin zarur ekanligiga birinchi darajada ahamiyat berilishini umid qilaman. Amerika Qo'shma Shtatida tarixiy ziyorati bo'layotgan Pakistan bosh ministri Nawaz Sharif shundaq turuqliq Washington bilan do'stona munosabati bo'lishni xohlaydiganligini uqtirdi. Pakistan bilan Amerika munosabati 2011-yili mayda Amerikaning Osama bin Ladenga qarshi qo'zg'agan tajovuzchilik urushi sababli eng tuvan darajaga tushib qolgan edi. Pakistondagi partiyalar o'rtasida elib berilgan yig'inning xulosasini zikr qilgan Nawaz Sharif, Amerikaning Pokistonda uçquchsiz urush aeroplanini ishlatishi Pokistonning davlat huquqini dafsanda qilishida bo'lib qolmasdan, balki Pokistonning terrorga qarshi tirishganligini yo'q chiqarib o'tish ekanligini uqtirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti mazkur masala to'g'riliq doklad chiqargan va uçquchsiz urush aeroplanlarining Iroqdan bombardimon qilishini ayiblagan. Inson haqlarini qo'llash tashkiloti bu hujumlarni rasmiy Pokiston davlat huquqini dafsanda qilganlik deb qarab, Pokistonning ko'z yumganligini tanqidlagan bo'lsa-mu, lekin ba'zi xos o'ltirishlarda bu hujumlarning ko'pinchisining ba'zi islom jangchilariga qarshi foydali tarafi bor deb qaragan. Xalqaro kechirim tashkiloti bayonotida ismini zikr qilgan tahlilchilarning biri bo'lgan Mustafa Qodiriyning tili orqali
Amerika Qo'shma Shtati uchquchsiz aeroplan planiga munosabatli maxfiyatlikni oshkorlashi kerak. Shunda qilganda xalqaro qonun prinsiplari va sud mahkamalariga sunilgan o'ldirish masalasi haqida Washingtonning haqli ekanligini o'tirg'i chiqardi deb qaragan. Pokistonda o'tkazilgan va voqealiklari Washingtonga naql qilingan muxbirlar yig'inida Mustafa Qodiri texmo yiroqni ko'zlab, o'zining Pokiston hukumati va yoki ba'zi tashkilotlar ichidagi ba'zi unsurlarning Amerikaning uchquchsiz aeroplan hujumlariga yordam qilish orqali inson haqlarini dafsanda qilganga o'xshash ishlarning yuz berishi mumkinligidan qattiq andish qilganligini ifodaladi. 2004-yildan buyon 2000 dan 4700 ga yaqin odam Amerika uchquchsiz urush aeroplanlari hujumida hayotidan ayrilgan bo'lib, o'xshash bo'lmagan belgilanmalarga ko'ra, ularning yuzlarchisi yerlik normal fuqaro ekan. Eginlashcha Amerika Pokistonning shimoliy g'arbidagi Taliban va ba'zi tashkilotlarga qarashli guruhlar o'rinlashgan Afg'oniston chegara qabila rayonlarida 300 qitimdan ortiq uchquchsiz urush aeroplan hujumi elib borgan. 23 oktyabr chorshanba kuni Oqsaroyda Obama bilan Sherif o'tirisidagi elib berilgan uchquchsiz urush aeroplani hujumi masalasiga qarata Amerika rahbarligi xalqaro kechirim tashkilotining doklatiga raddiya berdi. Oqsaroy xalqaro kechirim tashkilotining Amerikaning Pokistonda uchquchsiz urush aeroplani hujumi haqidagi tanqidlarga raddiya berib, bu xil hujumlarning xalqaro qonunni hurmat qilganligi ekanligini ta'kidladi va Amerika uchquchsiz urush aeroplanlari hujumining xalqaro qonunni dafsanda qilganlik degan fikriga hargizmi qo'shilmaymiz dedi. İslam qo'shinlari Damashqda Asad guruhining 40 askarini asirga oldi. 50 dan ortiq askariy guruhdan tashkillangan Islom qo'shinlari diktator Asad qo'shinlariga zarba berishni davomlashtirmoqda. Mufakkiratul Islom torining xabar qilishicha, 50 dan ortiq askariy guruhdan tashkillangan Islom qo'shinlari 22 oktyabr seshanba kuni kech Asad qo'shinlaridan 40 unsurni Damashqning janubiy urush maydonida asirga olgan. Shuning o'xshash Islom qo'shinlariga yaqinda qo'shilgan Islom qo'g'dash bayrog'i guruhi Asadning Hufariya va Teshrin yezlaridagi qo'shin qarorgohini 14,5 lik chochma zambarak bilan qarg'a olgan va Ad-Duraru Shami torining xabariga ko'ra nishonga naq tekkizgan. Uningdan boshqa Aluviya va Sahoba shtablari tunugun kech Damashqqa qarashliq Ma'zamiyatu Sham shahrining shimoliy g'arbidagi urush maydonida Asad kuchlari ishg'ol qilib olgan 2 ish o'rnini qaytarib oldi va nurg'un Asad unsurlarini o'ldirdi. وكانت أكبر غنيمة في هذا اللواء هو تحرير 30 أسير من أخوتنا المسلمين كانوا تحت نير احتلال وضيم هذا الهاج. NATO Türkiye'nin yadro bombası meselesini qo'lladi. NATO Teşkilatı Baş Sekreteri Rasmussen Türkiye'nin hava müdafiə qurilishi hüddesini Xitoy şirketiga berish qarori haqida qandaq sistemini tanlaganligiga Türkiye o'zi qaror berdi degan so'zlar bilan qo'lladi. NATO Teşkilatı Baş Sekreteri Andres Fogh Rasmussen yuqori havo bo'shliqi yadro müdafiə sistemasini hüddəyə berishda qaysi sistemini tanlashga Türkiye'nin o'zining qaror qildiganligini ilgari surdi. NATO müdafiə ministrlari yig'ini asnosida yig'indagi savollarga javob bergan Rasmussen Türkiye'nin hüddini Xitoy şirketiga berish qarorining yig'in kun tartibiga kelmaganligini ifodaladi. Rasmussen qaysi sistemini oldiganligini Türkiye o'zi qaror qiladi. Ammo NATO ko'z qarashi bo'yicha elinishi planlangan sistemaning sifati ittifoq a'zolaridagiga o'xshash sistemalar bilan birlikda xizmat qila olishi uyg'un munosib bo'lishi intayin ahamiyatga egadir. Türkiye'nin NATO'nun bu pozitsiyasini diqqatga oladiganligiga va Türk organlarining oxirgi qaroridan ilgari buningga ko'z yuritadiganligiga ishonaman. Anglığının bo'yicha texi oxirgi qaror berilmagan deb so'zlagan. Yana bir tarafdan Türkiye Yeniçaq gazetida 21 oktyabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Türkiye tunji qitim bu haqda musbat bayonot e'lon qilib, boshqarilgan bomba mudofiya sistemasini Xitoyga huddiga berishdan yenib oldiganligining signalini bergan. Türkiye Milliy Mudofiya sanoat boshqarmasi muavin mudiri Faruq O'zli Xitoy shirkati bilan bu haqda muzokara elib beryapmiz. Muzokara bu yilning oxirigacha davomlashadi. Kelishalsak to'xtamnoma tuzimiz, bo'lmasa Fransiya va Italiya shirkatlari bilan ko'rishimiz degan. Rasmussen yana NATO kuchlarining 2015-yili elib boradigan cho'ng harbiy manevriga İspaniya, Portugaliya va Italiyaning sohibxonlik qilish taklifini berganligini va buningga qarata mudofaa ministrlarining ma'qullik berganligini bildirdi. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.